Yaponiya nechta oroldan iborat? Uning maydoni qanchalik katta? Nega u zilzilalar o'chog'ida joylashgan? Yaponiyaning dini, tabiati va iqlimi haqida nimalarni bilamiz? Salom, men Asilbekman va hozir biz birgalikda ushbu savollarga javob topamiz. Yaponiya Sharqiy Osiyoda Tinch okeanida joylashgan orol davlat bo'lib, uni ko'pincha kunchiqar mamlakat deb atashadi. Chunki yaponcha Nihon yoki Nippon so'zlari quyoshning vatani degan ma'noni anglatadi. Mamlakat 6852 ta oroldan iborat bo'lib, uning asosiy hududi 4 ta yirik orolda: Honshu, Hokkaido, Kyushu va Shikokuda joylashgan. Yaponiyaning umumiy maydoni 377.975 km² bo'lib, bu uni dunyodagi o'rtacha kattalikdagi davlatlar qatoriga kiritadi. Aholisi taxminan 125 million kishini tashkil etadi. Bu esa Yaponiyani dunyodagi eng zich yashovchi mamlakatlardan biriga aylantiradi. Yaponiya geografik jihatdan juda o'ziga xos. Mamlakat Tinch okeanining olov halqasi deb ataluvchi seysmik hududda joylashgan. Bu esa tez-tez zilzilalar va vulqon harakatlariga sabab bo'ladi. Yaponiyada 100 dan ortiq faol vulqonlar mavjud bo'lib, eng mashhuri Fuji tog'i. Bu tog' 3776 metr balandlikda joylashgan bo'lib, mamlakatning muqaddas ramzlaridan biri hisoblanadi. Shuningdek, Yaponiyada yirik zilzilalardan himoyalanish uchun zamonaviy texnologiyalar asosida qurilgan seysmik chidamli binolar keng tarqalgan. Iqlimi hududlarga qarab farqlanadi. Masalan, Shimoliy Hokkaido orolida qish sovuq va qorli bo'lsa, Janubiy Ryukyu orolida tropik iqlim hukm suradi. Yaponiya musson mintaqasida joylashgani bois, yoz fasli issiq va nam bo'ladi. Bahor fasli esa mashhur sakura daraxti gullab, mamlakatga millionlab sayyohlarni jalb qiladi. Kuz faslida esa tog'lar va o'rmonlar turli ranglarga burkanadi, betakror manzaralar yaratadi. Shuningdek, Yaponiyada tez-tez kuchli tayfunlar bo'lib turadi. Shuning uchun ham mamlakatda tabiiy ofatlarni oldindan bashorat qilish va ularga tayyor turish uchun mukammal tizim yo'lga qo'yilgan. Yaponiya diniy jihatdan an'anaviy Shinto va buddizm ta'limotlariga amal qiladi. Shinto dini asosan tabiatga sig'inish va ajdodlarga hurmat qilishga asoslangan bo'lsa, buddizm ruhiy poklanish va falsafiy ta'minotlarga urg'u beradi. Yaponiyaning deyarli har bir shahrida qadimiy Budda ibodatxonalarini uchratish mumkin. Eng mashhurlaridan biri Kyoto shahridagi Fushimi Inara Taisha bo'lib, uning uzun yo'laklari qizil tor darvozalari bilan qoplangan. Shuning uchun u sayyohlar orasida juda mashhur. Tabiati esa nihoyatda xilma-xil bo'lib, tog'lar, o'rmonlar, ko'llar va daryolar mamlakat landshaftini tashkil etadi. Yaponiya hududining 70% dan ortig'i tog'li hududlardan iborat bo'lib, bu yerda qishki sport turlari keng rivojlangan. Mamlakat dengiz bilan o'ralganligi sababli yaponlar asosan baliq va dengiz mahsulotlariga asoslangan taomlarni iste'mol qilishadi. Sushi, ramen, tempura kabi milliy taomlar dunyo bo'ylab mashhurlikka erishgan. Shunday qilib, Yaponiya tabiati, geografik joylashuvi, dini va iqlimi bilan o'ziga xos mamlakatdir. Uning geografik sharoiti hayot tarziga qanday ta'sir qiladi deb o'ylaysiz?